Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga sog'lik, salomatlik tilagan holda men 2026-yil 23-yanvar sanasiga birinchi videorolik e'tiborlaringiz markaziga havola etmoqdamiz. Hozir biz kelib turgan joyimiz Ibn Sino ko'chasi. Yana Xamarintda Shashlik Citydan Mashhura klinikasiga qarab ketishda yo'lda chetida sayrob milliy taomlaridan o'tgandan so'ng 5 qavat domlar 5-qavatda bo'lib turibdi. Ulgurib qolinglar, lokatsiyaga tashlab qo'yaman. Zotlikda sotiladi, hech qanaqa kredit, hech qanaqa taqiq yo'q. Albatta reklama maqsadida ekan, uygalar nomeri pastda e'lon qilinadi. 100 kvadrat dom narxini oxirida aytib o'tamiz. Oxirigacha ko'ringlar. Faqat naqdga sotiladi. Parter bor hovliga. Men ichki shart-sharoitlarni tanishtirib o'taman hozir. Men turgan joy kengish bir koridor katta. Qarshingizdagi tashqi eshik edi. Mana tashqi eshikdan kirgan joyimizga Pir Hojiddin mebel, Wi-Fi hammasi bor. O'ng qo'lda sanuzel alohida, bunisi hojatxona, keyin oshxona. Tashqi eshikdan to'g'riga yursak, o'ng qo'lda spalna, to'g'rida dush, keyin detskiy va chap qo'lga qayrilgan joyimizda katta mehmonxonamiz. Hozir shu bilan tanishtirib o'tamiz. Keling. Mehmonxonada mana naborlar qilingan, bistralar qo'yilgan, pardagilar hammasi qoladi. Bir ikkita kompyuter bor, keyin sandiqchalar va o'shalar olib chiqib ketiladi. Hozir video davomida hammasini aytib o'taman. Fayzli xonadon sotuvda. Hamma mana bu naborlar hammasi qoladi. Shu uchun mozlangan. Keling operator. Oshxona bilan tanishtiring. Shamol aylanishiga skvoznak kvartira, 5 qavatlilar 5-etajda g'ishtli kvartiralardan bo'lyapti. Ko'xonli mebellar yasatilgan, katyonlar ishlab turibdi. Gaz, suv, svet aslo muammo yo'q. Pastga nasos, bachaklar qo'yilgan. Zotlik turib qoldi. Hattoki mana meni bo'yimdan ham qo'lim bilan arrang yetyapti. O'sha muzlatishim sizlar uchun qoladi bonus sifatida. O'sha qurish topshirilgan holatda turibdi. Ichiga mebel, pardalar qilingan. Sanuzel alohida dedik. Bu hojatxona yarmigacha kafillangan. Keling, detskiy tashqi eshikdan chapga qayrilganda ikkinchisi detskiy xonamiz. Tanishtirib o'tamiz. Mana shu yerda aytib o'tgan mana bu ikkita sandiq va mana bu detskiy nima deydi? Eshikchamiz ketiladi, chunki buni qaynonasi sovg'a qilgan ekan, to'g'ri tushunasizlar. E'tiborga olmaysizlar. Yo'q, qoladi. Pardagilamlar mana shu yerga moslangan. Hammasi elitniy qimmat pardalardan. Keling endi mana spalni xonamiz. Qarama qarshi tomonda ko'rsatamiz. Konditsioner, televizor qoladi. Mana spal mebellar komplekt qoladi. Mana o'sha aytgan kompyuterim va mana bu yerda keling. Balkonimiz joylashmoqda. Spalni xonada katta balkonimiz bor. Mana tanishtirib o'tishingiz mumkin. Hovlilarga qarab turibdi. Pastda parkovkalar, hammasi mavjud. Bolalar maydonchasi. Bir ko'zni quvontirar ekanda bu qorlar, ko'ringlar, bir mazza qilinglar. Bizda ko'pchilik chetda kuzatishyapti. Faqat Termizda qor bo'lmaydi deyishar. Mana qor bo'lsa qor. Toshkentda ham qor, Termizda ham qor. Qor to'xtadimi deydi-ku. Mayli. 100 kvadrat opchi summasi 650 million so'm deb baholandi. Uygalar nomeri bilan albatta e'lon qilinadi. Tashqi eshikdan to'g'riga kelsak, buni ko'rsating. Sanuzel alohida, bunisi dushovay. Aristonlar qo'yilgan. Juda yaxshi fayzli xonadon. Bunaqasi faqat Markerotada YouTube kanalida bo'ladi. Mana shunaqangi yuzlab yurgan, kattaroq yuzlab yurgan tanishlarga borib qo'yinglar. Kvartirani turgan ekan 3 millionga. Bu yerga maktab, bog'cha so'raganlarga 9-maktab, 11-maktabga borishadi. Bog'chalar ko'p. Patchaq restoraniga burilsanglar o'ng qo'llaringda sayrobdan keyingi domda bo'lyapti. Sayrob milliy taomlar bilsa ko'pchilik. Termiz shahar soat chorrahaga peshkom boradigan bo'lsalaringiz 4-5 daqiqalik yo'l. Oram borsalaringiz. Mashinada endi 1-2 minutlik yo'l. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, mana shu pastdagi nomerlarga zudlik aloqalashinglar. Aytgancha hovliga barter bor. Reklama kimga ehtiyoj bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Shu yerda videoroligimiz tamom.